Xo'p aka, kechqurun soat 1lar atrofida уже 12dan keyin birdaniga eshikni buzib kirishdi. Kamida 10 kishi to'g'ri bitta ukamga kelib yopishdi. O'shandan beri 2 kundan beri ular yo'q, qayerligi bilinmaydi. Mana shu pasportga boshimizga muammo bo'ldi hozir. Mana Madinadan men anaqaga shaharga uchishim kerak. Mana bitta 7-8 ta o'zbek bor, ularni videoga tushmayman deydi ular. Abu Dhabiga tushishligi kerak. Hech qaysimizni o'tkazgani yo'q. No, it's not allowed. You take picture? Yes. No. Ushbu videoni hozirgi mavzumizga nima aloqasi bor desangiz, bu yerda juda ham ko'p faktorlar turadi. O'zbekistonlik fuqarolar dunyoning har xil chekkalarida o'ziga xos bir qiliqlar chiqarib, butun bir millatimizning obro'siga putur yetkazyapti. Bak çıkıyor Lamanuşki. Çıkıyor belge Lamanuşki. Lamanuşki çıkma bitti. Aytishlaricha, Dubayda ikkiga bo'lingan jinoiy guruh o'rtasida qonli to'qnashuv bo'lgan va suratdagi mana bu yigit Qora laqabli bola vafot etgan. Ayrimlari esa ko'p pichoq yegan. Oqibatda kasalxonada koma holatiga tushib qolgan. Hozirda jinoyat sodir etganlarni 40 tasi ushlab Dubay politsiya xonasida saqlanmoqda. Dubaydagi o'zbekistonlik jinoiy guruhlarning qonli tortishuvidan keyin barcha o'zbekistonlik fuqarolarga nisbatan viza rejimini kuchaytirish va aeroportda turli xil bosimlar qilish juda ham kuchayib ketdi. Shu bilan birga o'zbekistonlik yurtdoshlarimizning o'zga bir davlatda qilgan jinoyatlari ortidan butun bir o'zbek xalqining imijini buzib qo'yishga sabab bo'ldi. Va shu joydan xulosa qilishimiz mumkin. Mana nima uchun aeroportlarida o'zbeklarni bunchalar darajaga ushlab qolib so'roqqa tutmoqda. Qolaversa, faqatgina Dubayda emas, balki Rossiya Federatsiyasida ham shu kabi qiliqlarni ochiqchasiga qilib yurgan vatandoshlarimiz ham yo'q emas. So'nggi paytlar va so'nggi yillar ko'rib turibmiz, bizning o'zbekistonlik fuqarolar o'zga yurtlarga borib qanaqa g'alati ishlar qilyapti va bu to'g'ridan-to'g'ri bizning xalqimizning imajiga o'zining qora ta'sirini ko'rsatyapti. Ushbu mojaroga hattoki o'zbekistonlik mashhur bloger va mashhur bookmaker kompaniyalarining vakili ham aralashib qolgani aytilmoqda. Bu odamni hamma tanisa kerak. Shu bilan birga O'zbekiston Respublikasining Tashqi ishlar vazirining chet elga yurgan fuqarolarga to'g'ridan-to'g'ri murojaati shundan iboratki, chet el davlatlarida jinoiy guruhlarga qo'shilish va jinoyat sodir etishdan tiyiling deb qat'iyan so'rab o'tmoqda. To'g'risini aytsam, dunyoda juda ham ko'p xunuk ishlar bo'lyapti. Lekin o'zbeklarning qilgan ishini fonida ular qolgan yomon narsalar ko'rinmay qolyapti. Balki O'zbekistonning porloq kelajagiga bo'lgan qarashga o'ziga xos bir qora dog' tushirmoqda. Azizlar, aytinglar, bu narsalar to'g'rimi yoki noto'g'ri? Albatta kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Shu bilan birga biz o'zimizning mavzumizni tugatar ekanmiz. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilab qolgan holda ushbu videoni do'stingiz bilan bo'lishib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Sizlar bilan esa kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha